Dolzarb 40 kunlik doirasida Navbahor mahallasida obodonlashtirish ishlari o'rganildi. Vatanimiz mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan amalga oshirilayotgan Dolzarb 40 kunlik loyihasi doirasida Yuqori Chirchiq tumanidagi Navbahor mahallasi hududida obodonlashtirish, sanitariya holati hamda mahalla infratuzilmasini o'rganish ishlari amalga oshirildi. O'rganishlar davomida mahallada obodonlashtirish va sanitariya ishlarini yanada kuchaytirishni talab etadigan qator kamchiliklar aniqlandi. Xususan, mahalla fuqarolar yig'ini binosi atrofidagi hudud yetarli darajada parvarish qilinmagan. Idoraning yon qismi begona o'tlardan tozalanmagan. Ariq yoqalarida yig'ilib qolgan o'tlar olib tashlanmagan. Qurigan daraxt shoxlari ham Qosimxo'jayev ko'chasi hokim yordamchisiga biriktirilgan bo'lib, ushbu ko'chada obodonlashtirish ishlari talab darajasida emas. Ko'chaga kirish qismidagi ko'prikning ikki tomoni begona o'tlar bilan qoplangan. Ariq chetlarida chiqindilar to'planib qolgan. Ariq ichi ham tozalanmagani sababli noxush hid tarqalmoqda. Shuningdek, ayrim xonadonlar oldida qurilish materiallari, qum va shag'allar tartibsiz saqlanmoqda. Tomorqalarga ishlov berilmagan, o'tinlar yuyib qo'yilgan. Ayrim devor va darvozalar bo'yalmagan, ichki ariqlar ham tozalanmagan. Nurobod ko'chasi mahalla raisiga biriktirilgan bo'lib, ushbu hududda ham qator kamchiliklar kuzatildi. Ayrim xonadonlar oldi begona o'tlar va chiqindilardan tozalanmagan. Qurigan o'tlar va daraxt shoxlari olib tashlanmagan. Ba'zi joylarda qurigan o'tlar yoqib yuborilgan. Ko'cha boshidagi qarovsiz yer uchastkasi chiqindilar, begona o'tlar va qurigan o'simliklar bilan to'lib ketgan. Ayrim xonadonlarning devor va darvozalari ta'mirlanmagan hamda bo'yalmagan. Navbahor mahalla Nurobod ko'chaga Men Toyirov Oybek, Navbahor mahalla fuqarolar yig'ini hokim yordamchisiman. Mahallamizda 11 ta ko'cha bo'lib, mahallamizdagi jami aholiga, fuqarolarimizga dolzarb 40 kunlik bo'yicha ogohlantirish berganmiz. Har bir ko'cha xonadonlarda qurilish materiallarini olishi, eshikning oldidagi tomorqa madaniyatiga rioya qilishlari bo'yicha ogohlantirish berganmiz. Shunga qaramasdan ayrim fuqarolarimizda kamchiliklar kuzatilmoqda. Bularni tez kunda bartaraf etamiz. Shu bilan birga aholimizga murojaat yo'llaymiz. Eshiklarning oldini tozalashi, ko'chalarni toza saqlashni murojaat qilamiz. Aholimizni dolzarb 40 kunlikda faol ishtirok etishga jalb qilamiz. Men Navbahor mahalla fuqarolar yig'ini ijtimoiy xodimi Usman va Marhabo To'lqinovaman. Dolzarb 40 kunlik loyihasi bo'yicha hududni obodonlashtirishga aholi o'rtasida Dolzarb 40 kunlik loyihasi bo'yicha aholini ogohlantirdik, fuqarolarga e'tiroz bildirdik. Shunga qaramasdan bir qator kamchiliklar aniqlandi. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etamiz. Navbahor mahalla fuqarolar yig'ini fuqarolariga murojaatim. Dolzarb 40 kunlik loyihasida hamma o'z hududini obodonlashtirib, tomorqalarga alohida e'tibor berishlarini aytib o'taman. Dolzarb 40 kunlik loyihasida faol ishtirok etishlarini so'rayman.